Ma'arif madaniyat uchur xazinasiga xush kelibsiz. Internet torida yuqori saviyalik o'qituvchilarimiz bilan chet el tili o'rganish orzusidagilarni tarbiyalab kelmoqdamiz. Dunyoning har qaysi joylaridan maslahatga muhtoj Turkiya, Qibrис, Saudiya, Yevropa universitetlarida haqsiz yoki o'qish yordam puli bilan arzon o'qish orzusidagilarning kasb va universitet tanlash, to'g'ri tizimli universitet o'qiy olishiga kafolatlik qilamiz. Maslahat va tafsilot uchun har yil 5dan boshlab aloqa adreslarimizga uchur qilgaysizlar. Xazinam tor til tarbiyalash va oliy ma'arif maslahat markazi. Hi everyone, welcome to a new concept English classroom, and this is Avlajan, and today we will learn lesson 5. Alright, sağlaş yaxşımızlar. Yeni okum İngiliz dili dersimizga kelganlarni qarshi olamiz. Endi bugun o'sha yeni okum İngiliz tili birinchi qism 5-chi dars. Shuni o'rganmoqchi. Aniqdan. Sizlar shu har qatim dars o'rganganda bo'lsa, shu kitobinglarni oldingi mazmunlarni bir tizdan takrorlab o'tsanlar, masalan, necha bo'lmaganda so'zliklarni, tekstlarni bir qatimda o'qib degandek uchun, unda bo'lganda nima keyingi darslarni tushunishingizga qanday insanlar intayin cho'ng yordam beradi. Okay. Aniqda bugungi darsimizdagi yangi so'zlarni bir o'rganib o'taylik. Yangi so'zlarni. Masalan, new words. Okay? New words. Okay, number 1 is Mr. Okay. Ana Mr deganimizni qarasak, birinchi tovush mau tirnoqcha qaraymiz. Tirnoqcha qaraydigan bo'lsak, birinchi tovushni s t shunami? Oxir. Okay, Mr. Okay, nima bu kerak emas? Mr. Okay, bir agishib qo'ydinglar? Mr. Good. Mr. Okay, endi Mr deganimiz nima? Sanlar efendim degan gap, efendim. Arada shu erlarninki familiyasiniki oldiga keladi. Okay. Andaqda chet elliklarda masalan familiya qanday bo'ladi? Masalan, alaylik Barack Hussein Obama. Okay, Barack Hussein Obama Amerikaniki prezidenti. Endi bu odamning isminiki Barack degani o'zining ismi. Okay, Hussein deganimiz middle name deb qo'yamiz, middle name deganimiz ham demaksan o'ttirinchi ismi. O'ttirinchi ismi. Arada o'ttirinchi ismi ba'zi ishlatadi, yoki ba'zi ishlatmaydi. Keyingi ismi nima? Masalan, Obama. Okay, Obama degan ham demakki familiyasi. Masalan, mening ismim Ablajan Muhammad Ali bo'lgan bo'lsa, mening o'zimning ismim Ablajan, familiyam bo'lsa Muhammad Ali. Demak, inglizlarga o'xshash o'zining ismi birinchisi bilan keldi, ikkinchisi familiyasi. Endi bir farqi nima desanlar, bizda hamda familiya desak ko'pincha dadimizning ismini familiyasi deb qo'llanamiz. Lekin chet elliklarda desanlar, ularning familiyasi muqim bo'ladi. Masalan, bu'sining familiyasi, demak bir jamiyatning familiyasi o'xshash bo'ladi. Masalan, hamma Obama oilasiga qaraylar, Obamas. Endi bu Obamasninki madam nima deymiz sanlar? Mr. Obama. Okay. Obama efendim shunami? Mr. Obama efendim. Okay. Yana birisi nima desanlar? Masalan, Obamaning oilasiga, nima Mr. Obama ko'rdingizmi? Onun lekin kichik qizlar bor emasmi? Bu qizlarning ismlari endi nima desanlar, familiyasi Obama bo'ladi. Okay, Obama. Bu qizning ismi nima desanlar? Miss Obama. Okay, endi yerga Miss. Okay. Miss deganimiz xon qiz. Okay. Miss deganimiz xon qiz. Ana Obama xon qiz. Oh. Wow, mush action ma'lum ayol kitap chaqir, undaq emas. Obama xon qiz degani shu qizining ismimi, familiyasimi, sorry, nima desanlar? Obama. Shuna Miss Obama xon qiz deydi. Okay? Onun keyin macho ayolidan Mrs. Obama. Okay, endi ayoli nima desanlar? Obama xonim bo'ladi. Demak, Obama xonim degan hargiz Obama xotin kishi deganlik emas, balki Obamaning ayoli. Arada shu chet elda, Amerikada bo'ladi. Shu ingliz so'zi sanlar. Masalan, kishi ayol kishi to'y qilgan ekan, uning familiyasi shu er tarafning familiyasini ishlattirchi. Er tarafning familiyasini ishlattirdi. Shunga mushara bu ayolning ismi nima? Michelle Obama. Okay? Barack Obama, Michelle Obama, Sasha Obama, Melia Obama deb shunday Obamaning oilasidagilar. Shunga Obamaning ayolini Mrs. Obama. Okay, nimalarga emas? Mrs. Obama. Obamaning qizinchi Miss Obama. Obamaning o'zinchi Mr. Obama. Okay, Mr. Obama. Undan savolashlar shu ingliz tilidagi bir necha farqlantirib ataydigan so'zlar bor. Masalan, oldingi soatimizda sir deb o'rgandik. Shunami? Okay, sir deganimiz hamda efendim.
Mesela şu dükkan mağazalarda, onundaki mektepte, şu erkeklerini hürmet yüzünü hürmetlep çağırış nime? Sir deyler. Sir mesela dükkan başının sir. Yani bu sir'nin kendini nime ketmeyi ödüyorsanlar, family kilişine ait yok. Tanımagan takdirde bir erkek kirse, mesela dükkanға, yoki bir muallim kirse, sir deymiz. Herkes o'qituvchini teacher deb chaqiradigan ish yo'q, qadrli sadoshlar. Nima deymiz? Er o'qituvchi bo'lsa sir, ayol o'qituvchi esa miss. Okay? Miss. Anaqa niyari gentleman deb yana birisi bor. Okay, ham bu yerga gentleman deganimiz nima? Okay. Ham gentleman deganimiz bu efendim. Bu ko'pincha ommaviy so'rinlarda gentleman deb chaqirdi action nima? Ladies and gentlemen. Okay, bilasizmi? Xonimlar, efendilar. Shu efendim degani gentleman, tushunami? Okay, next one is guy. Okay, guy. Ana guy degan Amerika inglizlar o'g'il bolalarni the guy deb chaqiramiz. Hey guy, hey guys. Bolalar degandek-ku. Endi bu yerga guys, gays emas, yoki gay emas. Endi gay deganimiz hamda to'ngshingdan degan gap-ku. Mana er to'ngshingdan gay deydi bolalar. O G A Y. Ana mana nima? Guy. Tushundinglar? Guy. Okay, bala odatda masalan o'g'il qizlar aralashib bo'lsa, hamda guys deb chaqirdi, hamda informal. Ana deymiz informal degan berasmiy ishlatilishda. Endi keyingisi nima? Boy. Okay, boy degan shu o'g'il bola degan gap. Shunaqmi? Hey boy. Hey bola. Shunaqa ma'lum gentleman. Okay, yana shu gentlemen. Okay, yaxshi. Shunaqa. Okay. Keyingisi so'z nima? Masalan, good. Okay, good. Good deganimiz shu nima? Obdan, baland degan bo'la. Good. Masalan nima? Good school. Okay, good school, yaxshi maktab. Tushunami? Good job. Okay, and muallimlar to'g'ri ishlatsa nima deydi? Masalan, shaxsan men bolalarni ilhomlantirib, hey, good job. You did a great job. You did a good job. Bu deganimiz hamda va yaxshi qildingiz, baland qildingiz, obdan qildingiz demakchi birisining ifodasini aytdi. Yaxshi bo'lsa shu yaxshi qildingiz degani good job deymiz. Good job. Okay, good teacher bo'lsa yaxshi o'qituvchi. Another. Good morning. Okay, qaranglar. Mana bersanglar morning. Good. Nima bo'ldi? Morning. Dabaqlar? Morning. Shunama merota so'zlab aytamiz. Morning. Morning. Good. Morning. Okay, morning degan tushdan burun atgan degan ma'nosi bor. Masalan, good morning. Atganligingiz xayrli bo'lsin. Good morning. Good morning. Atganligingiz xayrli bo'lsin. Atganligingiz xayrli bo'lsin deydi. Good morning. Oh, good morning. Good morning. Okay, next one is new. Okay. Name again? New. Okay? Yeah. Shunama? New. Okay. New. Okay, new deganimiz nima? Yangi. Hansı bir tal yangi qalam deganda-chu. A new pen. Yaxshi. Hansı bir tal yangi maktab. A new school. Okay, hamda o meningki yangi qo'l soatim. Qo'l soat degan nima bola? It is my new watch. Okay, it's my new watch. Okay. Hamda nima? Bu sizning yangi nimangizmi? Ko'ylagingizmi? Deganda-chu, is this your new dress? Agar men dress degan ayollarning uzun ma üst taraf bilan ost taraf yubkasi qo'shish ko'ylakni deymiz, bular dress deymiz, choylarga, so'rinlarga kiyib boradigan shuni deymiz dress. Nima deymiz? Dress. Good. Endi keyingisi nima? Masalan, miss. Abay degan xon qiz. Xon qiz, qizchaq degan nima deymiz? Miss. Okay, miss palonchi, masalan, miss Obama, Obama xon qiz, shunaqa. Miss emasmi? Miss. Good. Okay, rabanglar. Miss. Good. Miss. Okay. Oh, next one is student. Okay. Student. Okay. Uyg'ur tilida student deb qo'yamiz-ku. Mana nima? Student. Yaxshi aytanglar. Student. Good. Student.
Okay, next one is French. Again, what French tilimiz qanama? Farb shunami? French. Oxiri French. French. Good. French. And the French deganimiz nima desanglar? Fransiyalik, Fransiyaning fransuz tili. Okay. And the French qarang zidani nalik Fransiyalik. Nay dangli futbolchi shunami? Shaxsan men havas qilaman zidaniga. Nima? French. A really good football player. Nima? French. U nalik Fransiyalik. French. Okay, and the Fransiyalik o'quvchi, a French student. And the fransuzcha kitob bo'lsa French book. Shunami? French book. And Fransiyaning mashinasi. Fransiyaning mashinasi bo'lsa French car. Okay, French car. French car. Keyingisi nima desanglar? German. Okay, German. And the American German degan German, Germanilik, Germanining shunami? German. Aksbanglar German. Yaxshi. And the American German degan Germaniyalik, Germaniyaning dedik masalan Germaniyaning mashinasi, German car, Germaniyaning o'quvchisi, German student. And the German item bo'lib ism bo'lib kelganda nemis tili deb ma'nosi bor. Masalan French ism bo'lib kelganda fransuz tili deb ma'nosi bor. Okay, next one is nice. Hava qanday ekan bola? Wow, nice. Nice weather. Nice. Okay. Nice ning yana bir ma'nosi chiroyli. Chiroyli, ko'rkam. Okay. Chiroyli yoki naydi go'zal. Nice. Okay. Nice. Okay, bu qattiq bir abdiy ta'limda o'qib ketibdi-ku, nice deb. Bu rasmlarni chiqarib share qiladigan function qiladi. Shuni nima? Nice. Good. And the keyingisi nima desanglar? Meat. Okay, ma o'tirdagi mavzuq tovush harfini nima? Yaxshi. Endi og'zimiz sal kulgandek, kulimsirgandek sal kerak bo'ldi. Uni qishimiz ustiga ko'taramiz. Nima? Sorry. Meat. Yaxshi. Meat. Okay, meat. And bu qarasanglar. Nice to meet you. Okay? Nice to meet you. And bu yerga nice to meet you demekçi siz bilan ko'rishgunimga nihoyatda xursandman. Bu odatda tunji qatim mush bir bilan ko'rishganda, tanishganda boshni ishlatamiz. Nice to meet you. Okay, good. Nima deganimiz bo'lar? Nice to meet you. Okay, nice to meet you degan o'z siz bilan ko'rishgunimga nihoyat yoki tanishganimga xursandman. Endi bu javoban nima deymiz? Nice to meet you too. Okay? Nice to meet you too. Nice to meet you too deganimiz bu shu. Men siz bilan tanishganimga xursandman. Endi yerga too deganimiz nima desam? Mu degan gap bo'ladi. Xo'sh, keyingisi nima desanglar? Japanese. Okay? Japanese. Mana Japanese. Okay, endi yerga Japanese deganimiz Yaponiyalik. Yaponiyaning Yapon tili deyapmiz. Yani nima? Japanese car. Okay, next one is Korean. Okay, look, what is this? Korean. They are Koreans. Nima? Ulanalik, bular Koreyalik. Shuni deymiz Korean. Okay, Korean. Korean. And nima? Keyingi ian degan tovush qo'yamda. Ian. Korean. Koreyalik. Okay, Malacha. Chinese. Okay. Chinese. Okay, and degan tovushdan o'stirib bir o'rg'a belgistirdi. Chinese. Okay, Chinese deganimiz ham nima shada? Junguluq. And nima Changlong bilan Lilenje bor ekan-ku? Ular shunami? Ular deymiz-ku hamda. Ular degan nima? They bo'lsa are Chinese. Okay. And nima? They are Chinese. Ular bo'lsa nima? Junguluq. Odatda yana Xanzu tilini deymiz bolalar desanglar, Chinese deymiz. Xanzu tili nima? Chinese, ingliz tili English, yapon tili Japanese, Koreya tilinchi
Korean. Hem Koreyalik mi deyin. Demek hem de mağarime süper zaten. Hem isim bulamaydı. İsim boğan deyip şu tılını köysürü. Chinese. Hazırlı. Okay. Next one is to. Okay. To degenimiz demek. Zaman mu degen gap. Okay. To. Alright. Mesela I am a student. Ben bolsam bir o'quvchi. I am a student too. Nima? Men o'quvchi. Okay, mu degsek mishani marsana to. Okay. I am a student too. I am a student too. İşte yakın misal olur. Me too. Okay, me, men. Şuna mı? Me too. Men mu. Men mu. Demekçe men mu degenne me too deymiz. Get.